Bir yil. Hurmatli obunachilar, 2 yil davomida siz ham shunday mashinalar minishni xohlaysizmi? Unda bu videoni o'tkazib yubormang. Siz uchun qiziq va foydali bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, mana Malibu'ni sababchisi Yejivika plantatsiya bog'imiz bo'ladi. 65 sotikdan 1 yillik daromadi 200 million. To'g'rimi hoji aka? To'g'ri. Bu mana shu hosilini aytyapsiz. Endi buni ko'chati bilan, sotilgan ko'chati bilan qalamchalari bor. Aka, nimalarni qanchadan sotayotganimizni bilasiz. Qalamchalarni o'zi 3 mingdan sotganingizda ham aka 80 mingta o'sha yerda ko'rdim. 180 million qalamchasidan bo'ladi aka. Chunki bu hozir kamyob bo'lyapti-da. Buni ko'paytirishimiz kerak. Bu dehqonni tezda boy qiladigan narsa bu aka. Maşallah. Bitta Hurmatli obunachilar, ko'rdinglarmi? Mana 1 yillik daromadi mevasidan 200 million, qalamcha ko'chatlaridan 180 million, 150 million daromad qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Qalaysiz Murodjon? Sog'lik yaxshimi? Yaxshimi? Kamlamasiz? Xalq xizmatida qiling. Qalay ishlar? Sog'lik salomatlik bahor bo'ldi. Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz olyapsizmi? Mana Xudoga Bilgi shukr. sezonga tayyorgarliklar qalay bo'lyapti? Aka, uxlamayapmiz aka. Quvonch aka. Uyg'onishni qarang mana. Uyg'onishlarni qarang. Mana siz ko'rganda bilan 3 yilligini mana. Mana bag'ni ko'shdi, mana qarang. Yana qo'shilibdi-da yana. Biz ko'rganda. Mana shuni ko'rdik, lekin bular pastroq. Chunki bularni engashtirib tomirga, ya'ni ko'chat olgani harakatini qildikda. Bunaqa. Mana shu qalamchalardan qilsangiz bo'ladi. Mana ko'ring. Aka, nechtanim uyg'ondi hammasi. Bu yerga endi hosildorlik qarang. Mana shu qolib ketgan hosildor nihoyatda ko'p. 8 ta sortdan eng zo'r sortdan Loch Ness sortini ekkanmiz. Siz o'shanda ko'rgansiz. Hozir ustoz bunday gap bo'lyapti. Bu to'g'risida ko'proq ma'lumot, yaxshiroq tushuncha bering deganim uchun men siz oldingizga yana keldim. Shu to'g'risida biz obunachilarga yaxshi to'liq ma'lumot beraylik. Ishto'g'ri biz obunachilar ham bilsin buni foydasini. Mana hozir Xudo xolasa bu 3 yil davomida mana 2 ta Malibu bo'ldi. Shu kimgadir bu gaplarimiz afsonada. Yo'q, Xudo bersin aka. Shunga bu biza kanalda yolg'on ma'lumotlar berilmaydi. Buni esdan chiqaramiz do'stlar. Aka, hazil harom aka bu. Aldash harom aka. Kam xarajat ser daromad degandek, mana Xudo xolasa sizlarga to'liq tafsilotini berib o'tamiz ustozim bilan birga. Buni ekilish sxemasi qanaqa bo'ladi, kasalga chidamlilar qanaqa bo'ladi, necha yil davomida daromadga kirishni boshlaydi. Shular to'g'risida bitta to'liq ma'lumot beraylik obunachilarga. Yaxshi. Aka, bu sort